Rossiyadagi tinimsiz qilingan qo'ng'iroqdan bezovta bo'lgan Sharofat aya o'g'illaridan xavotir ola boshladi. Katta o'g'li shu yerda, ikki o'g'li esa Rossiyada edi. Har telefon jiringlaganda katta o'g'li Nizom aka tashqariga chiqib ketardi va juda xafa holda qaytardi. Bu holat 60 yoshdan oshib qolgan onaxonga shubhali tuyulardi. Nizomjon, o'g'lim, tinchlikmi? Nega bezotasan? Ukanglar yaxshimikan? Ha, enajon. Ular onani ena deyishadi. Hammasi yaxshi. Salom aytib yubordi, deya aravani quruq olib qochardi. Aslida kenjatoy 21 yoshdagi ukasi Muslimjon vagondan chiqqan olovdan qattiq kuygan edi. Sheriklaridan bittasi voqea joyida halok bo'lib, 3tasi kasalxonaga joylashtirilgandi. Bu shum xabarni onasiga aytishni xohlamagan Nizom aka har gal telefon jiringlaganda uydan chiqib gaplashardi. Ammo ona qalbi sezar edi. Shu tarzda 2 kun o'tdi. Kechki soat 21larda yana qo'ng'iroq keldi. Nozim aka tashqariga chiqib ketdi. Alo, eshitaman. Akajon, yig'lagan holda katta ukasi gapirardi. Akajon, Muslimjonni berib qo'ydik. Akajon, ukamizdan ajralib qoldik. Hayotni saqlab qola olmadik, akajon, deya zor yig'lardi. Nozim aka yerga yiqila yozdi. Sekin o'tirib, ey xudo, nega axir, yo'q, deya achchiq ko'z yoshlar qilardi. Telefondagi aloqani uzish ham esdan chiqdi. Ikki aka uka ikki yoqda turib, jigar go'shasining bevaqt o'limidan qon yig'lardi. Bu ham yetmagandek qorong'u tun qora bulutlarni soliga muhr qo'yib yubordi. Nozim aka onasini eshitmasin deya tashqarida yuragi bo'shaguncha dod solib yig'lardi. Oradan 1 soatlar o'tib uyga kirdi. Onasi uxlab yotardi. Nozim aka kasalmand onasini ayardi. Qizargan ko'zlarini artib ayolning oldiga kirdi. Ayoliga bor gapni aytdi. Kelin ham qaynisining bevaqt o'limidan qon yig'ladi. Eshik va derazalarni ochib, poygakka sham yoqib qo'ydi. Qorong'ulikdan chirqiragan qalblar sham yorug'ida g'ira-shira ko'rinardi. Er-u xotin bir vaqtgacha yig'lashib uxlab qolishdi. Bu tun, ukajonim jonini olib ketgan tun. Ertasi kuni Nizom aka yashirincha tayyorlanardi janozaga. Tashqarida munyayib o'tirgan onaxon o'g'lidagi o'zgarishni sezardi. Yana Rossiyadan telefon keldi. Tobutni ertasi ertalab olib borishni aytishdi. Nozim aka onasiga aytishga qaror qildi. Ena, bugun kechasi Muslimjon bilan Ma'ruf Rossiyadan kelishadi. Nega bo'lam, tinchlikmi? Onaxonning yuzida xavotir paydo bo'ldi. Ha, enajon, Muslimning ozgina mazasi qochibdi, kelib davolanadi. Yo'q, aldama bolam, nima bo'ldi o'zi? Deya onaxon yig'lay boshladi. Nozim aka bir amallab onaxonni yupatardi, ammo Sharofat aya halovatini yo'qotdi. Hali bu hech gap emasdi. Hammasi oldinda edi. Ertasiga ertalab atrof sokin va osuda. Nizom saharlab turib nimanidir kutardi. Hamma joy toza va orasta. Kattagina mashina kelib darvoza oldiga to'xtadi. Nizom aka yig'ini to'xtata olmay yugurib darvozani ochdi. Mashina kirib keldi. Ma'ruf mashinadan tushib, Nizom aka bilan yig'lagancha quchoq ochib ko'rishdi. Ular bir muddat kuygan bag'irlarini bir-biriga bosib, jigarim deya yig'lardi. Bu holatni ko'rgan tosh yurak ham yum-yum yig'lardi. Onaxon kelini va nabiralari bilan bu o'ng'aysiz manzaradan hayron tashqariga chiqishdi. Ma'rufjon yugurib borib, enajon deya onasini quchib o'kirib yig'lay boshladi. Uni bu holatdan faqat achchiq yig'i qutqarardi. Ma'rufjon, bolam, nega yig'laysan bolam, omonmisan? Yaxshi keldingmi? Qani mening kenjatoyim? Qani mening Muslimjonim? Deya atrofga alanglardi. Mahalla ahli yig'ilib borardi. Shu payt odamlar mashinaning orqasidagi tobutni tushirib, hovliga yaqinlashib kelardi.
Sharofat aya nima bo'lganini anglaganday bo'ldi va hazm qila olmay, "Yo'q, yo'q bolam, bolajonim, Muslimjonim" deya qarilikka xos munkillab tobutga yopishdi. Tobutni odamlar yerga qo'yishga majbur bo'lishdi. Onaxon tobutni quchoqlab, "Bolam, bolam turgin, jon bolam, turgin, bag'rimga kelgin jon bolam, bolam" deya tobutni ochishga harakat qilardi. Ammo Ma'ruf, "Enajon, enajon ochmang, ochmang ena" deya onasini tortib bag'riga bosardi. Jigar porasidan ayrilgan onaxon tobutga bosh urib o'ksib yig'lardi. Butun mahalla, qarindoshlar va 2 qizi ham ukasining janozasiga kelishdi. Tobutni onaxonga ko'rsatishmadi.